BYD chakalarimiz shu yerdamizlar. F1 motori sizlarga yangilik qilishdan charchamayapti. 2025-yil ishlab chiqarilgan BYD Leopard 3 ushbu mashinaning obzorini sizlar bilan hozir ko'rib chiqamiz. ...422 ta ot kuchiga ega bo'lgan mashinamiz 510 km masofani indamasdan bosib o'tib beradi. Batareyka hajmi 78,7 kW. Mashinaning ichki dizayni bitta ko'ramiz, to'xtanglar. 0 dan 100 gacha 4-9 sekundda chiqib beradi. Qani ketdik. Mashinaga o'tirishingiz bilan sizni 15,9 dyumli monitor kutib oladi. Bu monitor bilan siz mashinaning liboy funksiyasini boshqarsangiz bo'ladi va undan tashqari multimedia rol, cruise control va 3-4 xil rejimli sport, qumli zona deysizmi, hammasi bor. Va sidinalarda oldida Abduf abagiriflari bor. Kimga narxlari qiziq bo'lsa, Telegram kanaliga o'tsanglar, Telegram kanalida narxlarni qo'yib boramiz.